G'ulomjonni hozir xotirasini tekshirib ko'ramiz. Xolos, tekst beriladi. Tekstni o'qib, odamlarga yetkazib berish kerak bo'ladi. Ma'lumotimiz aynan InTouch doskalari haqida bo'ladi hozir. Tayyormisan? Boshladim. Hozir yo'llarim. Va Tadbirkorchi bo'lmaydi. InTouch. Va do'dan hazillashsam, InTouch. InTouch tomoni. Yo'q, InTouch. Ayniqsa, Shiryat deb bilasam, bugun hayqiraman, oshxona, oshxonadanman. zal degan zal. O'quvchilar 950 ming soat ishlata oladi. O'qituvchi ishlatsa bo'ydi, to'g'ri. O'qituvchi 40 ming soat ishlatadi. Chakka mavzu tushuntirib bera qoling. Ta'lim, klinika, restoran, kafe yo'nalishida, umuman olib aytganda prezentatsiyalar bilan ko'p ishlaydigan akalarimiz, ya'ni tadbirkorlarga InTouch kompaniyasini tanishtirib o'tmoqchiman. Bu kompaniya o'zining ishini mutaxassislari